Hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentlikinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudayar musulmonlar bizni yahudiylacılık qo'llamadı dedi. Ular xatolarni tuzatdi nomli xabar to'ri 10-iyun kuni Sharq Turkiston sürgünde hökumetining Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining qurg'uvchi raisi Salih Xudoyor bilan faoliyatchi, yozuvchi, riyosatchi Josh Lewis elib borgan suhbatni xabar qilib mundaq dedi. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishiga qarshi kurash qilayotgan kishi axborot vositalari, solchi faoliyatchilar va islom davlatlarining rahbarlarining haqiqatni yoshirayotganligini bilishingizni umid qiladi. Xitoy asosligi musulmon, irqi turk bo'lgan aholilarga qarshi sodir qilayotgan jinoyatlarini yoshirish uchun Isroiliyaga bo'lgan nafratini ifodalaydi. Shundaqla dunyodagi eng kuchli qurilishlarning ba'zilaridan yordam olyotidi. Sharq Turkiston sürgünde hökumetining Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor buning parda orqasida kelishimlarning borligini, Xitoyning ta'sir ko'rsatish kuchini setib olayotganligini aytadi. Bu yangi bilim uchun qilgan ziyoratimizda biz Xitoyning qanday iqtisodiy o'lcham qo'llanib dunyoning savdo, tijorat, diplomatiya, harbiy harakat va ta'lim-tarbiyani shakllantirayotganligini munozara qilamiz. Shundaqla Xitoyning Uyg'urlarni izqo'g'lab davlat olgan bostirish elib berayotganligini va Amerikaning buningga qarshi turish uchun qo'llanayotgan tadbirlarini tekshiramiz. Amerikada yashaydigan Sharq Turkiston sürgünde hökumetining Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor mundaq deydi. Men Ramazon mezgilida faqat xalqimizga qarshi yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikning oxirlashishi uchun duo qilishni talab qilganligim uchunla Washington rayonidagi 2 masjiddan qo'g'landim. Xitoy ishg'ol qilib, Şinjan deb atab olgan Sharq Turkistonda biz Ramazonni o'tkazolmaymiz. Masjid rahbarlari bunda qilishning siyosatga yotadiganligini aytib rad qildi. Men bu qanday siyosat bo'ladi? Sizlar Falastinliklarning kelib o'z ishlarini qilishiga yo'l qo'ydinglar. Bu siyosat emas. Sizlar Kashmirliklarning kelib o'z ishlarini qilishiga yo'l qo'ydinglar. Bu mu siyosat emas. Men duo talab qilsam, qandaqsiga siyosat bo'ladi desam, ular sizlar Xitoyni yomon deysizlar. Xitoy Falastinni qo'llaydi. Xitoy buni qo'llaydi. Xitoy uni qo'llaydi dedi. Men Xitoy nimishqa bunday qilyotidi? O'zining jinoyatlarini oqlash uchun u g'arb dunyosiga besim ishlatmoqchi dedim. Bu kishilar buni tushunmaydi dedi. Bu bilimni analiz qilayotganda men Uyg'urlar haqidagi eng yaxshi uchurlarning bir qismini Amerika irqiy qirg'inchilik muzeyi, O'rta Sharq munbiri va tuhmatga qarshi turish birlashmasidan oldim. Bu manbalarda sotsialistlar va Qurtulush partiyasining Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi qilgan jinoyatlarini butunlay inkor qiladiganligi aytilgan. Amerika Yahudi komiteti o'rtoqlashgan yozmasida Uyg'ur vaziyati insonparvarlik krizisi, yordam qilish uchun texim ko'p ish qilish kerak degan tema bor edi. Sharq Turkiston sürgünde hökumetining Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor men Yahudi tashkilotlari bilan ko'p qatim aloqalashdim. Ular bizning da'voyimizni eng kuchli ovoz bilan qo'llag'uvchilar bo'ldi. Ular irqiy qirg'inchilikqa uchrashning qanday bo'ladiganligini tushunadi. Biz Yahudi xalqi va Yahudi tashkilotlarining nurg'ulg'an hamkorliklarini ko'rdik. Ammo musulmon tashkilotlari undaq qilmadi dedi. Salih Xudoyorning aytishicha, sol qanot guruhlar va ta'sir kuchiga ega kishilar kuchli ilhomlar bilan Xitoyga elib kelingan. Salih Xudoyor Xitoylarning parda orqasida yana nimalarni qilayotganligini faqat Xudo biladi. Ularning qilayotgan tashviqoti mushu. Hasan Pekirning o'zimi turk. U turklarning bizning masalamizga qanday qaraydiganligini nihoyat yaxshi biladi. Ammo u buningga parvo qilmaydi. Bu kishilarning hammasi setiladi. Ular o'zlarining axloqiy e'tiqodlarini setishga tayyor. Shunga bu namoyishlarning boshqa masalalarning Amerikada va boshqa joylarda faoliyat olib berayotgan bu sol qanot tashkilotlarining ko'pinchisining Xitoy tarafidan qisman mablag' bilan ta'minlanganligini anglaganda hayron qolmasligingiz kerak. Ular nurg'un ta'sir kuchini setib olib, butun dunyoni sukutga qo'ydi. Shuning bilan bir vaqtda boshqa ishlarni qo'zg'amoqchi, boshqa masalalarni o'tirg'a qo'ymoqchi bo'lishadi. Hatto zarur tepilganda dunyoning diqqatini bizning masalamizdan boshqa yerga burash uchun qalay imkonchilik tug'dirdi dedi. Tajovuzchi Xitoy besib olingan Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlaka jinoyatini oqlash uchun chet ellik bilim insonlarini Sharq Turkistonga ziyoratga taklif qilgan.
Turpan торының 10 iyun günüdeki xəbərə qaraganda Gretsiya, Misir, Fransiya, Amerika, Rusiya və Malayziya qatarlıq 12 dövlətdən gələn 16 nəfər mutaxassis və alimdən tərkib topqan bir vəkillər ömüki chet ellik aqillar ambrining atalmış Şinjanğa ziyarəti nomli programmasının bir qismi sifatida atalmış Şinjanğa ziyoratga kelgan. 7 kun planlangan bu ziyorat jarayonida mutaxassislar və alimlar Urumchi, Turpan və Cho'cha qatarlıq şəhərlərə berib muzeylar, mahallalar, savdo sanoat o'rinlari, bozorlar va chegara eg'izlarini aylanmoqchi bo'lgan. Xitoyning eng oldi bilan ziyorat qildirgan yeri asabiylik va terrorizmga qarshi turish ko'rgazmasi bo'lgan. 11 iyun kuni vakillar o'mikining tunji bekiti atalmış Şinjan xalqaro yig'in va ko'rgazma markazi bo'lib, ular atalmış Şinjanning terrorizm va asabiylikka qarshi kurish to'g'risidagi ko'rgazmani ziyorat qilgan. Ko'rgazmaxonaga qo'yilgan fotograf, sim qatorliq ko'rgazma buyumlari Sharq Turkiston xalqining terrorizm va asabiyligining ziyiniga uchraganligini tasvirlagan bo'lib, tajovuzchi Xitoy chet ellik olimlarga terrorizmga qarshi turish va radikallikni yo'qotish tirishchanligi orqali xalqning turmushini xotirjam, jamiyatni muqim qilayotgandek manzara yaratib, Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oqlab, qo'lida qurolning sunuqimi bo'lmagan xalqimizni terrorchi qilib ko'rsatgan. Vakillar o'mikini Urumchi Kültür Merkezini ziyorat qildirib, atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni qurilgan 70 yildan buyon har sohada taraqqiy qildirayotganligini tasvirlagan o'chatlik saxt suratlarini ko'rsatgan. Belgiyalik rassom Dai Chenpu, bu mening atalmış Şinjanga tunji qatim kelishim. Buningdan ilgari men bu haqda hech nima bilmaydim. Ziyorat qilish fursatiga erishganligimdan intayin xushal bo'ldim deb qattiq ta'sirlanganligini bildirgan. Urumchi shahri Tianshan rayoni Dongkovruk Goyuan ko'chasi va xalqaro cho'ng bozorni ziyorat qildirgan. Amerikalik xalqaro savdo va iqtisod universitetining rektori Louis atalmış Şinjanga bormagan bo'lsangiz, Xitoyni haqiqiy his qildim deyanmaysiz. Men yerlik aholilarning muqim va xushal turmushini aniq his qila olaman. Men atalmış Şinjanning urf-odat va madaniyatini davomli tadqiq qilishni va uning o'zliksiz yaxshilanayotgan taraqqiyotini bevosita ko'rishni xohlayman degan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtimin A'lo apandi vaqtida buningga inkas qaytirib, Beijing Xan markazlik şovinizm milliy kimlik barpo qilishning eng yuqori pallasi bo'lgan Millatlar Ittifoqligi siyosati uchun keng ko'lamda xalqaroda tanqidga uchrayotgan bo'lib, hozir chet ellik aql ambiri akademiklarini Sharq Turkistonga avatmoqda. Ularning vazifasi bu cho'ng, hatto fasistlik turining ko'zni qamashtiradigan muvaffaqiyatlarini namoyon qilish. Xitoy o'z ichida oq maymun deb zangli qiladigan bu ziyoratchilarni o'zining obrazini yaxshilash va azobli haqiqatlarni yoshirish uchun qo'llanadigan ahmoqlar sifatida ishga solib, insoniyatga qarshi ishlangan jinoyatlar va puxta arxivlashtirilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ko'zdan qochirdi yoki madiylaydi. Xalqaro tijorat va iqtisod universitetining rektori Amerikalik Louisning hayajon bilan men yerli xalqning tinchlik va baxt saodat ichida yashayotganligini aniq his qila olaman. Men yana atalmış Şinjanning yerlik an'analarini tadqiq qilishni va o'zliksiz taraqqiy qilayotgan taraqqiyot suratini bevosita ko'rishni xohlayman deb ketishlarini anglaman degan. Uyg'urlarda eg'iz esa yuz o'gitibdi deydigan bir maqol bor. Louis Xitoy Kompartiyasining maoshliq byurokratiga o'xshash maqtayotdi. U o'zini ayblash tuyg'usini emas, imtiyoz uchun ko'z-ko'z qilgan bir qo'lchilikni ko'rsatyotdi. Mukammal jinoyat hamisha uni qutluqlaydigan yuzi intayin qilin olimlarni topadi dedi. Amerika Kengash palatasi istixborot komiteti Xitoyning sun'iy aqlga munosabatlik ta'sir ko'rsatish harakatini federatsiya tekshirishidan o'tkazishni talab qildi. Washington vaqti xabar torining 11 iyun kunidagi xabarda aytilishicha, Kengash palatasi istixborot tanlash komitetining so'ziga qaraganda, Xitoy Amerika sonliq ma'lumot markazlarining muhim keraklik bo'lgan sun'iy aql iqtidorining taraqqiyotiga to'sqinlik qilish maqsadida yoshirin ta'sir ko'rsatish faoliyati olib beryotdi. Cumhuriyetçi Kengash palata a'zosi va komitet raisi Tom Cotton bu tirishchanlikni bu masalaga aloqador federal tekshirishni boshlatishni talab qilgan Todd Bilanchiga yozgan xatida tafsiliy bayon qilgan bo'lib, hatto munosabatlik dokladlar shuni ko'rsatib beridiki, Xitoy Kompartiyasi rahbarligidagi chet ellik aktyorlar tori Amerikaning sonliq ma'lumot markazlariga bo'lgan siyosat va jamoat fikrini qalaymaqon kontrol qilishga urinmoqda. Amerikaning sun'iy aql sohasidagi ustunligini saqlab qolish Amerikaning iqtisodiy kuchi, diplomatiyasi, davlat bexatarligi va harbiy kuch uchun intayin muhim dedi.
ChatGPT'ni boshqaradigan sun'iy aql shirkati OpenAI çarşamba kuni e'lon qilgan dokladida Xitoyga munosabatlik ta'sir ko'rsatish harakatlarining sun'iy aql munozirasida Amerika jamoat fikrini nishon qilganligini va sonliq ma'lumot markazlariga qarshi o'qitichi yaratishga urinayotganligini aytdi. Dokladda Xitoydan kelganda ko'ringan ikki ChatGPT hisoboti aniqlandi va cheklandi. Bu hisobotlar sun'iy aql va boshqa texnika usullariga munosabatlik siyosatlarni o'zgartirishga qaratilgan hikoyalarni tarqatadigan maxfiy ta'sir ko'rsatish harakatini qo'llaganlik uchun to'sib qo'yildi. Bir guruhda ijtimoiy taratqularda sun'iy aql sonliq ma'lumot markazlarining odatdagi oilalar uchun tok bahosini o'stirayotganligini ilgari surgan inkoslar va rasmlarni tarqatdi. Ikkinchi guruhda Amerika bojlarini texnika raqobatiga hukmronlik qilish uchun tirishchanlik ko'rsatdi deb yozgan inkos va rasmlarni o'tirg'a chiqardi. Bu tirishchanlikda faqat prezident Trampning tanqid qilinishi kerakligi to'g'risidagi ko'rsatmalar bor edi. Tom Cotton apandi xitida sun'iy aql ta'limini qo'llaydigan, ammo ko'p miqdorda tok va suv sarf qiladigan tabiiy boyliqlarga besim elib keladigan sonliq ma'lumot markazlarining ko'payishi haqida Amerikaliklarning orasida andisha borligini xatga qistirdi. Xabarlarga qaraganda 4 mingdan ortiq sonliq ma'lumot markazi allaqachon ishlayotdi. Ularning ko'pinchisi Virginia, Texas va Kaliforniyada, yana 3 mingning qurilishi planlangan. Mustamlikaga uchirg'uchining imtihoni. Burhan Muhammad. Asorat qandaqdir mahkumlik turmisining gundaxonasiga esilgan quruq viskidan iborat emas. Asorat kunimizda insonni insonlikdan chiqarish, insonni insonligidan voz kechishga qistash uchun kelgan qafasning nomi. Asorat na faqat jismoniy tutqunlikni, tutqunning tushakilishini, ishg'olchi kuch yo'lga qo'ygan rejimning quli bo'lishini shart qilish bilan cheklangan. Balki asorat jismoniy tutqunlikni ozodlik, ruhiy tutqunlikni hurlik, taslimchilikni majburiyat bilish qatorliq ma'nolarni o'ziga mujassam qilgandir. Asoratga inson demaklik George Orwellning 1984-yildagi romanidagi tasvirda aytilgan urush tinchlik demakdir, hurlik qulluq demakdir, jaholat kuch demakdir degan uchcho'ng burmalanma shuarni shuuriga singdirgan, uni o'zlashtirgan. Mundaqcha aytganda, haqiqatlarni sapsatlar bilan yo'g'irib tashlagan kishi, ya'ni haqiqatan еңі o'lgan kishi demakdir. Asorat mavjud bo'lib turadigan rejimning eng cho'ng kushandisi oldi bilan qarshisidagi xalqning insonligi va insoniyligidir. Bu ma'nodan mustamlikachining kunligi ostida qurilgan asorat insonni insonlik xarakteridan voz kechishga qistig'ichi, qulluq zanjirini chiqarish o'rniga insonni inson qilib turgan qimmatlar zanjirini uzib tashlashga, mezonsizlanishga, qimmatsizlashishga, aqidasizlashishga ittarguchi asoratdir. Asoratga inson hukmron kuch uchun faqatla odam suratlik parazit xolos. Shunga uning normal inson hayotini yashash haqqi yo'q. Uning o'z irodasi bo'yicha tanlash, xohlash erkinligi yo'q. Erkinligi, tanlashi va irodasi bo'lmagan birining xohlagan din yoki iqimning mansubi bo'lishini tanlab yashashi, mustamlikachisining irodasiga muxolif ideyalar bilan uchrashi amaliyotda mustamlikachi uchun kelgusi tahdiddan boshqa narsa emas. Mustamlikachi faqat o'zining mutlaq kuch o'rnida ko'rilishini har qachon asorati ostidagi heliqi odamsimon parazit tarafidan, ya'ni dunyo qarshi o'zi bilan butunlay boshqa bo'lgan mahkum top tarafidan e'tirof qilinishini istaydi. Buning uchun gizi kelsa asorati ostidagi mahkum xalqning aqidasidagi Tangridan qizg'inida o'zini Tangrining o'rnida ulug'lanishini, uningga qilingan mutlaq taslimiyatning o'ziga qilinishini talab qiladi. Uningdagi bu xil g'aljirona istak uni shu qadar qizg'anchoq holga elib keladiki, mustamlikasi ostidagi kishilar to'pining qimmat beradigan nimasi bo'lsa, hammasining o'rniga o'zining dastilishini istaydi. Ularning jimi muqaddasotlari o'rniga o'zining muqaddaslashtirilishini aql qabul qilmaydigan darajada bo'lishiga qaramay, metafizikalik mavjudlik o'rniga o'zining fantaziyalashtirilishini, xalq qalbidagi yaratquchining rizq berguchining o'rniga dastashni istaydi. Buning bilan qolmasdan Tangrining dinini qizg'inadi va o'zi tarafidan pishiqlangan illogiyani din o'rniga dastishga tirishadi. Nazariyadagi odamsimon parazitlarning sunniylashtirilgan, suiiste'mol qilingan barcha yasalma din, ideologiya va saxta ma'naviy oziqlarni rad qilishini vaqti kelsa o'zi keltirib chiqargan nohaqchilikka qarshi portilgan isyondanmi ig'ir deb qaraydi. O'zi sungan saxta diniy talqinlarga parvo qilmasdan dinni o'z manbasi bo'yicha o'rganmoqchi bo'lish,
Uning ko'rsatmasicha yashash yo'lini tanlash amaliyotda mustamlikachi nazarida xo'jasini ko'zga ilmaganlik, uning istaklari va yo'l yo'riqlarini tuvan ko'rganlikka barobar. Mustamlikachiga qo'yib bersa, asoratdagi insonning, ya'ni ishg'olchi nazaridagi odamsimon maxluqning birla huquqi bo'lishi kerak. U bo'lsa, uningla belgilab bergan qimmatlarning mahbusi, uningla asiri, uningla tutquni bo'lish. Mana bu mazkur maxluqning hayot qilishi uchun sunilgan birdan-bir tanlash. To'g'risi, birdan-bir majburiy chiqish yo'li. Bu vajidan asoratlik hayotda Tangriga, payg'ambarga, ajdodga, o'rga, to'riga haqiqiy ma'noda asla o'rin berilmaydi. Chunki ideya va qimmatdan iborat insonlik xususiyatining ikki qanotining tizgini hukmron sinfning changilida bo'lishi kerak. Uni tushirgan yorliqi nima desa shu bo'lishi, kishining kimni Tangri bilishi, kimni payg'ambar bilishi, kimni ajdod bilishi va nimani o'rpa odati qilib, nimani qabul qilib, nimani cho'rib tashlashigacha bo'lgan hamma ixtiyorliklar, qarorlar va tanlashlar faqatla hukmron kuch tarafidan belgilanishi kerak. Qisqasi, hamma narsa uning hokim mutlaqlik apparatining suzgichidan o'tgan bo'lishi shart. Ajiba, bundaq bir qurilma ostida inson bo'lish, inson peti yashash va insonlik sifatini saqlab qolish va uni avloddan avlodga meros qoldirish qandoqsiga mumkin bo'lsin? Samimizda bo'lg'ayki, millat bo'lish oldi bilan inson bo'lishni shart qiladi. Milliy ruh hech qachon insonlik, odamiylikni payxon qilish badaliga insho bo'lgan emas. Biologiyalik mavjudlik milliy ruh qatla qilingan insonlik bilan bir gavda ichida hargizmo putirab tura olmaydi. Milliy ruh bo'lsa, milliy da'voning jinidir. Islom bu ruhni ko'klatguchi zilal suv misoli hayotlik manbasidir. Hurlik va mustaqillik bo'lsa, ushbu hayotiylikni muhofazat qilishning kafolatidir. Bu ma'nodan ko'rib olishga bo'ladiki, odamiylikni qurib chiqolmagan dindarlikni yo'qotgan millatbozlikdan millatga xayrlik kelmaydi. Shundaqla o'z millatdoshlarini yotning qo'lida boplashda vosita tanlamaydigan, kallasi boshqalarning aqlini o'yinchoq qilish tadbirnomalari bilan programmalanib ketgan shalg'ut zihniyat bemorlaridanmi vatan millatga xayrlik kelmaydi. Shuningdek, insonlikqa zulmga qarshi harakatga o'tkazilgan birining milliy da'vo yo'lidagi samimiyatimi dargumondir. Bu nuqtada shunimi so'roqlab ko'rishga hojatmizki, ajiba vatan millat yo'lida qilayotgan urinishlarimizni haqiqatanmi bir millatning a'zosiga loyiq ravishda qilinayotgan samimiy tirishchanliklar, butunlay muqaddas g'oyani ko'zlab qilayotgan, boshqa har qanday manfaat bilan dug'lashtirmay elib berayotgan samimiy urinishlar degili bo'lamdi yo'q. Mundaqcha aytsak, qilayotganlarimizni rastilla da'vo degili bo'lamdi yo'q. Qilayotganlarimizda Uyg'urligimizning bizdan nima kutadiganligini, musulmonligimizning bizdan nimani talab qiladiganligini, insonligimizning bizdan qandoq inson bo'lishimizni kutadiganligini ish faoliyatlarimizda qanchalik diqqatga olyapmiz, qaysi darajada samimiy bo'lyapmiz. Ajiba, ilm inson peti qilishdek aqlli xususiyatimizni muhofazat qila olyapmiz yo'q. İnsanlığımızın ularca insonlikqa o'zgarib ketmayotganligiga kafolatimiz nima? İnsanlığımızı sağ salomat desak, undaqda bu insonligimiz ong idrokimizga, vijdon va irodamizga aqalli bir harakat chog'liq qarshilik ro'yini aks ettira olyapti yo'q. İnsanlığımız zodi bizni qaysi darajada harakatga keltira oladi va keltiryapti. Mana bular haqiqatan insonlikqa ishg'olga uchramagan, insonlikqa qayta shakllantirishni rad qilib kelgan hamda vatani va xalqining beshiga kelayotgan dafsandichiliklarning, qirg'inchiliklarning tomoshabini bo'lishdan boshqaga yermayotgan kunimiz dunyosida inson petti qilish ko'rishini to'xtatmagan va asoratga qarshi kurashdan shashmaslikni insonlikning bir belgisi deb bilgan, qisqasi insonlikqa texan nobud bo'lib ulgurmagan har bir vijdon egasi uchun amaliy javob kutayotgan savollardir. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.